Uzul PHP dərsi 41-ci qism Ajax iltimosi. Ajax iltimosi orqali turbat soliq uchur jadvaldagi elementlar mulozimlar bilan bevosita uchur almashtirish elib bordi, ya'ni bat yangilash yoki post get orqali uchur yo'llash hojatsiz. Bu darsdagi misol tuvandagi mazmunni o'z ichiga oldi. Oddiy yo'lga HTML soliq uchur jadvali, ya'ni bu yerdagi Ajax HTML, undan keyin JavaScript kodi, bu yerdagi client hint JS kodi, undan keyin PHP beti, buningki get, hint, PHP qatorliq mushu 3 betni tashkil qiladi. Bu misol qaraydigan bo'lsak, avval masalan bu yerdagi nomi degan qismga men ani kirgizsam, bu yerda anna amanda deb. Undan keyin hni kirgizsam, nini kirgizsam, nina deb mushu harf bilan masalan amni kirgizsam, ma amanda deb mushu harf bilan boshlangandagi harflarni osti qismida bevosita men ko'rsatadi. Buni qanday amalga oshirdik deganda, masalan bu yerda men ma client hint.js degan mavu JS hujjatni bu yerda menga ishlatdim, so'ndirib, andan keyin ma input qismidagi ma text bergan qiymatlar olgan bo'lsa, ma anki up masalan bir knopka besib qo'limizni ko'targan vaqtimizdagi ma show hint this value degan mavu buyruqni ijro qiladi. Bu yerga suggestion degani ma txt hint degan qiymatni oladi. Txt hint deganimiz bu yerda qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi txt hint qiymati deganimiz dal mavu get hint php ning ichidagi mavu a sonlar gruppasi orqali belgilangan bu yerdagi barliq qiymatlar shu. Biz ma qiymatni bergan vaqtimizda bu bizga mush qiymatlarning orasidagi shu kirgizilgan uchur bilan o'xshab ketadigan qiymatlarni bizga ko'rsatib berdi. Anandagi ma client JS qismida uniki shu uchurniki qanday hukm qilganligiga qarata bu yerda aniqlik berdi.